Dasturimizda sportga oid xabar. Metallurg futbol klubining faoliyati qayta tiklandi. Bekobod shahrida o'tkazilgan tantanali tadbirda bu haqda e'lon qilindi. Unda klubning yangi faoliyat bosqichi, strategik rivojlanish rejalari va kelajakdagi maqsadlari jamoatchilikka taqdim etildi. Tadbirda O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi so'z olib, Metallurg klubining O'zbekiston futbolidagi o'rni, uni qayta tiklash qarorining ahamiyati haqida ma'lumot berdi. O'zbekiston 2030 strategiyasida yoshlarni sportga keng jalb qilish ustuvor yo'nalish etib belgilanganini ta'kidladi. Bekobod shahri, Bekobod tumani aholisi o'rtasida 20 mingtadan ko'proq aholi ishtirokida so'rovnomalar tashkil qildik. Bu so'rovnomalarda 80% dan yuqori aholi shu Bekobod klubini qaytadan tashkil qilib berishimizni iltimos qilib chiqishdi. Undan keyin biz shu dunyoning eng yetakchi legioner komandalarida tashkil qilingan tizim bo'yicha ish olib boramiz. Metallurg futbol klubi qaytadan dunyoga keldi. Hozirda O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyati tomonidan biz qo'llab-quvvatlab turamiz, lekin kelajakda 3-4 yildan keyin Metallurg klubi bu homiylikka muhtoj bo'lmaydi. Metallurg futbol klubini 4 tadan ko'p futbol maydonlari bor, o'ziniki. 1 yil davomida futbol klubi yopilib ketgandan keyin bu stadionlarga qaralmay qolgan, lekin biz tez fursat ichida bularni qaytadan ta'mirlab, shu talablarga mos keladigan futbol stadionlariga aylantiramiz. Tadbirda klubning rahbariyati mas'ullari e'lon qilindi va ular oldiga yosh futbolchilarni tarbiyalash va professional jamoani shakllantirish vazifasi qo'yildi. Endilikda klub qoshidagi futbol akademiyasining faoliyati yangi bosqichga olib chiqiladi. 26-yanvardan shug'ullanishni Toshkent poytaxtida boshlaymiz. Klubga xorijdan legioner futbolchilarni jalb qilamiz. Superligaga mo'ljallab futbolchilarni ham olganda 1 yillik shartnoma emas, ko'p muddatli shartnomalar bilan ularga taklif qilamiz Metallurg klubiga. Murabbiylar shtabida xorijdan 3 ta mutaxassis keladi, 2 ta Xorvatiyadan va 1 ta Serbiyadan keladi. Bekobodliklarga bayram, Metallurg jamoasi yana tiklandi. Men Metallurg futbol akademiyasiga 2 yildan buyon kelaman. Jamoamizni hozir Pro ligada, lekin yana Superligaga olib chiqib chempion qilishga harakat qilamiz. Men ham asosiy jamoada o'ynash niyatim bor. Tadbir davomida mehmonlar hudud yoshlari uchun katta futbol eshiklarini ochuvchi futbol akademiyasining faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Eslatib o'tamiz, 80 yillik tarixga ega bo'lgan Metallurg futbol klubi o'zbek futboli uchun ko'plab iqtidorlarni yetishtirib bergan. Yangi mavsumni jamoa Pro Liga musobaqalarida boshlaydi.